Ay şahsat qo'saq açdimi? Qo'saq açdimi? Qo'saq açdimi? Men bir gap qilib olay, motordoshlarga uningdan tamoqingizni beraychi-mi? Ma ba'zan bir qism erlar nomus qilinglar-jimi? Mende mahsulot olamiz deb qo'shilgansizlar, qo'shib mahsulotni bir raqab ep qo'yib, to'xtamasdan sizning yo'lishingizni ketgan, bolalaringizni biz boqaylik deb o'sha gaplarni qilib ketirgansizlar. Yilimi men shunchalik sizlar tushunchini bagini butun to'rakligi xato tushunch bo'lib qolamiz deb yo'lishim vaqtida to'g'ri chiqolmaydi deb dedim. Shaxsan tatsi ba, men ajrish ketib yapmiz o'zim yolg'iz yashab qolish yo'q bu yerda. Ilqi uya bir yerni ichib qo'yib chiqirganlarga gap borga dedim men. Men o'zim shu bolalarim bilan, o'zimning turmushimni, shu tomoq etgan bolalarni boqqan tarbiyalik mushta narsalar so'zlarsam, menga shunday gap qilgansizlar. Undan ilqimda o'zim bazoqsa sep chiqqanlarga gap borga deb o'ylab qoldim men. Unda qilmanglar, o'zinglarning ayolinglar, bolanglar, bir undan turmushinglar bordiru, unda to'g'ridagilarga hadis bunda qilmanglar. Ham to'g'ridagi har qanday odam to'g'riga eng go'zal tarafini ko'rsatadi. Herkes o'zining eski taraflarini to'g'ri chiqarmaydi. Eng yaxshi jo'nalgan holati chiqadi. Şuna, başqalarning to'g'ridagilarga mehliya bo'lib qolib, o'zinglarning eng yaqin odamlaringlarning diliga azor berishni hargiz qilmanglar. Men bu to'g'ri film ishlamaydigan, buni cho'nglarni ko'rdi, tuqqanlarimizni ko'rdi, nurg'un odam ko'rdi. Lekin mush bir tarbiya ahamiyati bo'lib qolsin deb ishladim. Shuna, bolalarimni qandaqsam yaxshi tarbiya qilaman, qandaqsam ayolimni yaxshi bir turmushlarga erishtiraman, qandaqsam ota-onamning mush xayrixonchiligida yaxshi bir kutinishlarni qilaman degandek bir tuyg'uda yashanglar, hargiz mana bir orzularda yashanglar, hargiz onun xatis boqay, mana boqay, ma yaxshi oyoq kelib to'g'riga oqmas odamlarga, to'g'ridagi mavhum narsa o'tordiki. Hammamiz bir tijorat uchun chiqyapmiz. Menmi mening oxirgi maqsadim pul tepish mening. Men bolalarni boqmasam bo'lmaydi, oilani boqmasam bo'lmaydi. Mening nurg'un qarzlarim bor, nurg'un qiladigan ishlarim bor, nurg'un orzularim bor. Shularni vujudga chiqarish uchun men to'xtamay tirishyapman. Butun kuchim bilan tirishyapman. Hammadan o'zining turmushini yaxshilash uchun kuchayotdi. Shunga to'rdagilar rasoqshayt, oqshayt, maqshayt pek mabdum bo'lib ketishni eng yaxshi qilmanglar. Men unda pek mabdum bo'lib ketgandekmi odamlar emas biz. Lekin bizni yaxshi ko'rganlarga rahmat, shuncha qo'llayapsizlar. Undan keyin chekishmaslarimiz eng oxirgi 100 qoplam mulki qopda do'stlar. Hayron qoldim, veksiya olibsizlar. Endi maqitim mush 100 qop mahsulotga bir xil faoliyat qilayotmoqchi. Bu faoliyat biz oxirgi bir bo'lib ketsin, bir xil faoliyat qilayotmoqchi. Menga hamsar jiddiy pul lozim bo'lib qoldi. Shuning uchun qo'limda tutib turganning o'rniga 100 qop oxirgi 100 qopni shu e'tibor bahada faoliyat qilib chiqarib agar nechoqlar ivaganlar bo'lib qolsa, mush faoliyatdan foydalanib ilavasanglar bo'ldi, ya'ni davomli ishlatganga. Lekin ammaganlar bo'lib qolsa, mush qadimliq faoliyatdan foydalanib yana ilavasanglar bo'ldi. Endi bu mahsulotimizni ba'zilar deb yana chiqaramiz deb hatta mening do'stim ada chiqarsam degandi. Lekin mol chiqarishga nurg'un mablag' ketadi. Shaxsan biz jonas chiqarmoqqa bu degan joyda bir 1-200 ming pul bermasak, u malni shirkatga chiqarib bermaydi zavodniki. Shunga men malni chiqarmadim uxmayman bu daqiqada menimda unda bekchi hisotim yo'q. Shunga mushning bu vaqtida men fuli qilib bergan vaqtimda ilmlonaslar berayotgan berayotgan baho men vakolat qabul qilmadim emas, men o'zim setyapman. Zavod bahosiga kichikgina mishinchilik chaplab setyapgan baho shunga xotirjam setyapsanlar bo'ldi. Ammo cho'g'anlar zilsiz degan qasamlar bo'ldi. Mening machashlarimni Manda chikatdi. Qarshi olmas etilishinglarni.